Bunday voqeaga hali tarix zamon guvoh bo'lmagan. Hech bir kimsa oilasini o'z qo'li bilan rahm-shafqat nimaligini bilmas yirtqich og'ziga tutmaydi yoki mamnuniyat ila dushman qo'liga topshirmaydi. Alloh taolo erkak kishini oilaning qo'riqchisi, himoyachisi etib tanlagan. Hargiz mayda gaplik, bo'ldi bo'lmadi isboti yo'q ayollarning yolg'on fitnalariga ishonish erkak kishiga yarashmaydi. Shunga ko'ra oilaning o'z qonun qoidalari bor. Oilada erkak kishi bosh bo'lsa, unga ayollar va farzandlar bo'ysunadi. Aksincha bo'lsa, oilaning barcha muammolarini ayol rahbar bo'lib boshqarsa, o'zining tabiatidan kelib chiqib, ya'ni moddiy ne'matlarga o'chligidan, atrofdagi o'ziga yaqin bo'lishi kerak bo'lgan insonlarni shundan kelib chiqib tanlaydi. Erkak kishining oiladagi bir so'zligi, qattiqqo'lligi bu borada asqotadi. Undan hayiqqan ahli oila erta bir kun o'zining ham, oiladagi erkaklarning ham boshini egib qo'ymaydigan yo'llarini izlab topib, har bir insonga adolat mezonlari bo'yicha muomala munosabatda bo'ladilar. Har bir insonning bu dunyoda yashar ekan yuragining to'rida asrab ardoqlagan orzulari bo'ladi. Mohinurning ham yaxshi kelin degan maqomga erishish, turmush o'rtog'i va farzandlari bilan ko'rgan ko'zlar yayrab, dillar quvnab, barcha insonlarning havasi kelar darajada bir-birlariga mehrli, oqibatli, eng go'zal oila bo'lishdek va yana bir qancha orzulari bor edi. Bu hayotda insonning aytganlari, o'ylaganlari emas, butunlay aksinchasi bo'lar ekan. U insonlardagi razolat, qabohat haqida eshitib, nozikkina ko'ngli bilan bunday insonlarni ko'rganda taajjubga tushardi. Unga bir kun kelib, kim ham mana shunday razilliklar qilishi mumkin deb o'ylabdi deysiz. Bunday bo'lishini aslo istamagan bo'lardi. Ming afsuski, o'z yaqinlari ichidan unga o'ta chirkin razilliklar qo'llanilishini sirayam kutmagandi. O'zingniki o'zaningni uyadi deganlaricha bor. Xayol boshqa, hayot boshqa ekan.